Chaqaloqlar 3 oygacha dunyoni qora oq rangda ko'rishni bilarmi deylar? Исследованияларga ko'ra, chaqaloqlar 3 oygacha xira-shira oq-qora rangda ko'radi. Ularning yaxshi rivojlanishi uchun mana shunaqa kartochkalardan foydalanish kerak. 20 ta kartochka, 40 ta изображение hammasi ko'rsatilgan va bularning hammasi oq-qora. Ikki taraflama ko'rishi tiniqlashishi uchun. 3 oydan boshlab qizil va sariq ranglarni ko'rishni boshlaydi. Shunda qizil rangni qo'shishni boshlaymiz. Bu keyingi bosqich 3 oydan 6 oygacha. Yaxshi rivojlanishi uchun mana shunaqa kovrik ham oldim. Bir nechta funksiyani bajaradi. Belda o'ynasa bo'ladi, qornida o'tirib, hattoki emagilab. Komplektida 6 ta o'yinchog'i va 0+ hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, shu kovrekda yotishni juda ham yaxshi ko'radi. Komplektida shunaqa yostiqchasi bor. Buni oyog'ini tagiga qo'ysa bo'ladi, gaziklar yaxshiroq chiqadi shunda. Yokida qoringa yotqizganingizda ko'kragining tagiga shu qo'yiladi. Yonib turadigan chiroqlari ham muzikasi ham bor. Shunaqa o'yinchoqlarni ham osib qo'yganmiz. Shu matrasikda yotganda shu kartochkalarni ham ko'rsatib yotaman. Va уже sekin o'g'irishga harakatini boshlagani uchun mana bunaqa matras ham olib qo'ydim. Bu termomatras katta bo'lib ochiladi. Lichasi uchun bu yerda bukvka, sifrkalari ham bor. Bemalol ustida mazza qilib o'ynasa bo'ladi. Yumshoq termopokedan, sovuq va zaxni o'tkazmaydi.